Qaysi birini yuvdingmi mashinamni? Jonlar, jetor sen yudingmi? Qara egasi keldi. Yo'q. Hozir o'rta. Oynalarni dog' shunda o'tiribdi-yu. Yuvganmi bular? Ziyodulla, sayuvmidi? Ha, o'rta, tirikchilik. Shu yerdami? 3-4 so'm pulimni toptiribman. Bu omoyga tekin bo'pti-da. Oynasini hali artmasini. O'rta qo'yib. Ertaga choyxona bolalar bilan. Ertaga обязательно o'tga, bas aytibman o'rta. Gaplashamiz. Ali onasi. Alo. Adasi. Aslida mazasi yana bo'lmayapti. Bilaman. Bir haftadan beri sig'i ko'tarilyapti. Yana oshib ketdimi? Ha. Dorilarni ro'yxatini sizga tashlaverman SMS-da. Iloji bo'lsa olib keling. So'z nasib bo'lmaydi. Mayli xotin. Tashlavor. Bir amaliyman. Do'stim, shu dorilarni hisoblab bering. Okey, bitta bosh dori bering. Ha, hozir. Ziyodulla. Bormisan? Rahmat o'rta. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Ertaga choyxona. Men egalim o'rta. Zo'r joyga gaplashib qo'yganman. Tushsa 200 ming, 300 mingdan tushadi. Sen meni yaqinimsan. Tayyor. Nechi bo'ldi? 5 ming. Rahmat. Kutaman o'rta. Xo'p, o'rta. Okey, nech pul bo'ldi? 150 ming. Okey. 74 ming so'm pulim bor ekan. Qolganiga telefonimni tashlab tursam, bera olasizmi? Yo, to'g'ri tushunasiz akajon. Shu puliga bir kunlik dorini berib tura qoling. Rahmat oka. Xo'p, sog' bo'ling. Alo, Ha, jigar, bormisan? Men Davronman. Davron yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ko'rinmaysan og'ayni 3-4 safardan beri. Ertaga choyxona bor bolalar bilan, bilasan-a? Bilaman. Bo'ldi, ertaga ko'rishamiz. Anu, blogerlar o'tiradigan joy bor ekan-ku. 3-400 mingdan tushar ekan. O'sha yerda kutamiz seni. Bo'pti, jigar, hadib ish deb yuravermasdan, jigarlaringga ham qo'shilib tur. Hamma jigaringman, yaqiningman deydi-yu. Bittasi holing nima? Ishing yaxshimi deb so'ramaydi. Baxtidan judo erkak yig'lamasin omad ketsa ham